Yurak sohasidagi og'riq haqida gaplashamiz. Agar yuragingizda xuddi shunaqa sanchuvchi og'riqlar paydo bo'lgan bo'lsa va nafas olganingizda bu og'riqlar kuchaysa, yo'talganda, nafas olganda kuchayib va turg'un bo'lsa, bu nima degani? Masalan, sutka davomida kamaymasa, bu og'riqlar qanaqa og'riqlar? Agar siz ham yuragim kasal bo'lib qoldi deb kardiolog yurgan bo'lsangiz, xato qilasiz. Chunki bunaqa og'riqlar oddiygina qovurg'alar aro nerv nevralgiyasidan ham bo'lishi mumkin. Sabablari esa umurtqa pog'onasi bilan bog'liq. Kimning umurtqa pog'onasini aynan birinchi, ikkinchi ko'krak umurtqasi sohasida osteoxondroz, griza yoki protruziya bor bo'lsa, aynan mana shunaqa bemorlarda qovurg'alar aro kelib yurakka boruvchi nerv tarmoqlarida siqilish va og'riq paydo bo'ladi. Va bunday insonlar ortiqcha dorilar olib, ortiqcha qiynalib, ortiqcha xarajatga tushib, doktorlarga yurishadi. Agar sizda ham xuddi shunday muammo bo'lsa, hoziroq quyidagi raqamlarga qo'ng'iroq qiling va qabulga yoziling. Aynan shunaqa bemorlarni biz 5 kun ichida samarali davolab bera olamiz.